Lekin obunachilar, hozir men YouTube'da bitta narsa ko'rib qoldim. Hozir uni sinab ko'ramiz. Men sizlarda 100% javob beraman. Shuncha payt Google ishladi, bu o'yinlarni aniq ko'rmagansiz. Masalan, Snake Game deb Google'dan qidirsangiz, o'sha mashhur Nokia'dagi ilon o'yinini o'ynasangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa Flipper Coin deb qidirgan bo'lsangiz, maxsus tanga otish o'yinini shundoq Google'ning o'zida onlayn o'ynashingiz mumkin. O'sha nostalgiya Pac-Man o'yinini o'ynayman desangiz, unda Google'dan shunchaki Pac-Man'ni izlaysiz va Pac-Man'ni onlayn tarzda mazza qilib bir yoshligingizni eslab o'ynasangiz bo'ladi. Hozir men sizga hamma ham yetmagan ma'lumotlarni aytib qo'ydim. Video like bosib qo'yib, sayfaga obuna bo'lib qo'ying. 100% javob beraman. Shuncha payt Google ishladi, bu o'yinlarni mana bunday qilib tashlaverasiz. Hozir chiqosim mana tangani tashlang degan yozuv. Mana tashlaveradi o'zi, bossalaring tayrigini, undan keyin Snake Game boshlashni bosasizlar, keyin mana boshlash. Keyin bunday qilib boshqaraverasizlar. Mana chiqib turib, hozir endi Pac-Man bosasizlar, boshlash. Mana arvohchalar. Mana bunday qilib boshqarar ekansizlar. Mana arvohchalarga tegib ketsalaring yutkazasizlar. Endi arvohchalarni yesa bo'ladi mana. 200 bal qo'shiladi arvohchalar yesalar shunaqa. Hammaga xayr. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.